Joriy yilning 19-sentyabrda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining O'zbekiston Respublikasida aholi va qishloq xo'jaligini ro'yxatga olish tadbirini o'tkazish to'g'risidagi farmoni imzolandi. Bunda aholining demografik va ijtimoiy-iqtisodiy xususiyatlari, yashash darajasi va farovonligi, qishloq xo'jaligi tarkibi hamda aholini ushbu mahsulotlar bilan ta'minlash istiqbollarini baholash tizimlarini yaratish maqsad qilingan. Bu jarayonda zarur ma'lumotlar bazasini shakllantirish muhim ahamiyat kasb etadi. Navbatdagi lavhamiz bu borada amalga oshirilayotgan ishlar xususida. Mazkur tadbirga puxta tayyorgarlik ko'rish maqsadida Toshkent viloyati statistika boshqarmasi mas'ullari tomonidan Chirchiq shahrida aholi va qishloq xo'jaligini ro'yxatga olishda ishtirok etuvchi mahalla yettiligi vakillarini jarayonga tayyorlash, raqamli platformalar haqida ma'lumotlar berish uchun o'quv seminarlari tashkil etildi. Ushbu seminarlarda farmonning mazmun mohiyati, ro'yxatga olish bosqichlari va uning ahamiyati haqida keng tushunchalar berildi. Jumladan, ro'yxatga olish orqali 38 million aholining yoshi, oilaviy holati, ta'lim darajasi, migratsiya jarayonlari, ish bilan bandligi va daromad manbalari haqida yagona ma'lumotlar bazasini shakllantirish, shu bilan birga qishloq xo'jaligida yerdan foydalanish, chorvachilik va parrandachilik ko'rsatkichlari aniqlanishi aytib o'tildi. Shuningdek, ro'yxatga olish jarayonida foydalaniladigan axborot tizimlari, elektron savolnomalarni to'ldirish tartibi va boshqa muhim mavzularda ma'lumotlar berildi.